Farzandingizning kitob o'qishi sekinmi? Faqat bitta mashq orqali siz uning o'qish tezligini 2 barobar oshirishingiz mumkin. UNESCO va UNICEF tadqiqotlariga ko'ra, dunyoda har 3 boladan biri maktabga kirishdan oldin o'qish tezligi va diqqatni jamlash bo'yicha yetarli tajribaga ega emas. Bu esa keyinchalik bilim olish va mantiqiy tafakkurda orqada qolishiga olib keladi. Tasavvur qiling, 2 bola kitob o'qiyapti. Birinchisi har kuni 5 daqiqa so'z bloklari mashqi bilan shug'ullanadi. Matndagi so'zlarni guruhlab tez o'qiydi. Ikkinchisi esa shunchaki kitobni sekin o'qiydi. Bir necha haftadan so'ng birinchi bola matnni tezroq tushunadi va diqqatini uzoqroq vaqt jamlay oladi. Ikkinchisi esa sekinroq o'rganadi. Garvard tadqiqotlariga ko'ra, so'zlarni guruhlash va vizual diqqat mashqlarini miyaning qaror va fikrlash markazlari hamda vaqtinchalik xotira markazini faollashtiradi. Bu esa bolaning o'qish tezligi va xotirasini sezilarli darajada yaxshilaydi. Cambridge universiteti tadqiqotlariga ko'ra esa qisqa va muntazam mashqlar neyron tarmog'ini mustahkamlab, bolaning diqqatini oshiradi. Finlandiyada maktabgacha yoshdagi bolalar uchun Speed Reading Play dasturi joriy etilgan. UNESCO kuzatuvlariga ko'ra, bolalar ushbu usul orqali matnni tezroq o'qishni o'rganib olishadi va darslardagi muvaffaqiyati sezilarli darajada oshadi. Shunday ekan, bizda savol tug'iladi: qanday qilib bitta mashq orqali bolangizning o'qish tezligini oshirish mumkin? Keling, mana shu savolimizga mutaxassis aniq javob beradi. Farzandlarimizga tez o'qishni o'rgatishimiz uchun bir narsaga e'tibor qaratishimiz kerakki, maktabgacha yoshdagi davrda biz bolalarimizga tez o'qishni o'rgatishimiz bu to'g'ri emas. Nima uchun? Chunki maktabgacha yoshda bolalarimiz masalan 6-7 yosh davrini oladigan bo'lsak, ushbu yoshda farzandlarimiz asosan bo'g'inlab o'qishni o'rganishlari kerak bo'ladi. Ya'ni biz farzandlarimizga tayyorlov guruhlarida harflarni bosma harfda yozishni o'rgatamiz. O'qish jarayonlarini o'rgatishda biz shu narsaga e'tibor qaratishimiz kerakki, farzandlarimizga harflarni qo'shib bo'g'inlab o'qishni o'rgatsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Masalan, misol uchun B, ba, si, sa bir daqiqada shunaqa bo'g'im ko'chirishlarni o'rgatish orqali ularni tezroq tafakkur qilishga o'rgatamiz. Misol uchun oladigan bo'lsak, bir so'zni o'rgatayotganda ham uni 2 bo'g'inga bo'lib o'rgatishdi. Masalan, ol, ma, ma, na, o, na. Bu albatta farzandlarimizni bunday bo'g'inlarga bo'lib o'rgatishda daqiqalarga bo'lishimiz mumkin. Masalan, bir daqiqada shuncha bo'g'inni o'qiding yoki bo'lmasa 2 daqiqada shuncha bo'g'in o'qiding. Ularni rekordini kuchaytirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ular qancha ko'p bo'g'inni bo'lib o'qish jarayonida qancha ko'paygani sari ularni bu demak qabul qilishini tezlashayotgan jarayonini bildiradi va albatta biz ota-ona sifatida bu jarayonda farzandlarimizga diqqat bilan, qunt bilan, e'tibor bilan, sabr, toqat bilan ushbu jarayonni amalga oshiradigan bo'lsak, farzandlarimizni yaxshi natijalarga erishishida va tayyorlov guruhlaridan boshlang'ich sinfga chiqqanlarida ham ushbu jarayonlarni, ya'ni o'qish jarayonlarini ko'nikmasini hosil bo'lishini tezlashishiga zamin yaratgan bo'lamiz. Farzandlarimizni so'zlarni tanishiga, talaffuz qilishiga, ulardan foydalanishiga keng imkoniyatlarni yaratadi va ularni albatta bilish qobiliyatlarini shakllanishiga zamin yaratadi.